Olmasa bu toylarda bunda yaxlit. Bu yerda yana bitta Plitadaydi, qarabmi? ajoyib narsa bor ekan. Bu toshmi yoki qo'ldan quyilganmi bilib bo'lmaydi. Bunga qarang-da. Juda tekis. Va ikki tomoni ham mana tekis. Tomoni tekis, bu tomoni ham xuddi bir qolib. Mana tepalari ham xuddi qolib qo'yilgandek. Bu qayerdan chiqdi dedingiz? O yoqda bog' qilamiz degan hayotda. Boqilayotganingiz yerdan chiqib qolganda? Ha, yerdan chiqqan. Yer haydayotgan yerdan chiqqan. Ajoyib. Bu endi qaysidir davrning nimasidir balkim bu. Qotishmasi bilan alohida qilinganmi? Lekin hozirgi bizning qotishmalarga o'xshab ko'chaman degan niyati yo'q. Tosh bo'lib turibdi mana. Tabiiy tosh. Alaykum assalom. Bu ham bir qandaydir jumboq deng. Balkim qachondir taraqqiyot bo'lganda bu yerlarda ham. Endi yerning hamma joyida necha marta taraqqiyot bo'lib yo'qolib ketgan deydi-ku. Yana shundayda, mana shu bog'da xuddi eski boylar qo'rg'on qilganday toshni aylantirib chiqqan. Tosh lekin yerning tagida. Shunday to'g'ri tosh ketgan, bunday katta-katta toshlar. Shunday aylanib, shunday o'tgan. Toshlar qozib olib tashlari ko'rinib, shunday toshlar to'g'ri chiziq holatda ketib joylashgan. Demak, qandaydir qo'rg'on bo'lgan bo'lishi mumkin, qachon bo'lishi mumkin. Boshqa bo'lishi mumkin. Bu daryodan ham bo'lganmi? Mana bu katta toshlar lekin. Katta toshlar chiziq holatda joylashgan. Hali ham qoldiqlari bormi? Qoldiqlari bor. Ha, bir xil qozib oldik, bir xil. Shuning ichidan chiqqanda bu ham mana toshlar. Mana ular ham. Sizga bunaqa jumboqlar ko'p hayotda.